Xayrli kun yoshlar. Bugun ranglar haqida gaplashamiz. Endigi rangimiz esa bu qizil rang. Qizil rangni sevuvchilar o'zida ozroq agressiyasi borligini bildiradi. Qizil rang o'ta chiroyli va ko'zni o'ziga tortadi, ammo bir vaqtning o'zida aurani itarib ham bera oladi. Qizil rangni kiyganingizda tanangiz energiyaga to'ladi. Ko'pincha qizil rangni sevib, o'sha payt yoki kiygan paytingizda bilingki, tanangizda qon aylanishi yaxshilanadi va o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi. Ammo doimiy qizil rang kiyish bu unchalik yaxshi emas. Faqat tabga ko'ra qizil rangdan foydalanishingiz mumkin. Qizil rang energiyaga, ya'ni uning rangi qon rangi bo'lganligi uchun energiyasi kam odamlar ko'proq qizil rangdan foydalanishadi va bu sog'ligiga juda ham foydalidir. Qizil rangni yaxshi ko'ruvchilar juda ko'p ijodkorligi bor va ijodkorligini ko'rsata olishadi ham.